o'qituvchini asosiy ishi dars paytida aktyor degan Britaniyadagi juda katta dastur yozilgan. Yaxshi politseyskiy yoki yomon politseyskiy rolini qanaqa o'ynash kerak bu muvozanatda o'ynanadigan o'yin. Uni muvozanatni tutolmaydigan odam o'ynashi noto'g'ri. Bu o'qituvchini asosiy ishi dars paytida aktyor degan Britaniyadagi juda katta dastur yozilgan va bu narsadan o'sha atrofdagi ayrim rollar olingan. Qayerdadir quruvchi, qayerdadir politseyskiy va hokazo. Endi bu narsani o'zi olib borishni eng katta to'g'ri yo'llardan bittasi bu sinf xonasida adolatni o'rnatish. Agar sinfxonada adolat o'rnatilgan bo'lsa, ya'niki bola o'zini qilgan har qanday yaxshi, layoqatli ishi uchun to'g'ri bahosini olsa, sizni o'ynayotgan rolingizdan foyda bo'ladi. Adolatsiz muhitda, masalan, anaqa o'qimasa ham 5 olaveradigan joyda siz qattiqqo'llik qilganingizda foydasi yo'q. U baribir baho olishni biladi va u o'zgaradi. Birinchi qilinadigan narsa bu akademik halollikni o'rnatish. Shunda keyingi metodikalar o'zini samarasini berishni boshlaydi.